Denov tumanida, Xolchayon Galili mahallada 2,5 sotikli ushbu hovli-joy ijaraga beriladi. Hovlida kirganimizda ko'ryapsiz, katta hovli qismi sement qilingan, tepalari. Bu o'rta maydon hovli qismi. Bu tomonda hali bitmagan bir xonasi bor. Bu yerda hojatxona bilan dushi joylashgan. Xonadonda tabiiy gaz yo'q, lekin gaz balon orqali nima qilinadi, ya'ni qo'yilgan. Xo'p, ichimlik suvi bor. Xonadonda kirganda mana hovlida tepa qismida ikkita xona bor. Faqat bitta xonasi beriladi, pastda oshxonasi. Xo'p, xonadonda kirganimizda zinadan chiqqanmiz. Xo'p, uyga kirganimizda ko'ryapsiz, isitish tizimida mana pechka orqali shu soz ijaraga beriladi. Televizori bor va konditsioner bor. Faqat mana bu xona qulflanadi, chunki uyda egasining narsalari ichkarida. Bunday olganda bitta xona. Xo'p, pastga tushganimizda esa oshxonasi joylashgan. Ko'ryapsiz, oshxona qismi. Xo'p, ovqatlanish gaz nima tizimi mana shu yerda, ya'ni uchun ovqat qilish uchun. Bu yerda mana xolodilniy muzlatgich bor, duxovkasi ham bor. Hovlini bu qismida, nariyoqda remont joyi. Bu yerda yozgi o'choq bor bu yerda ham. Bu tomonda dushi, sanuzel. Suvdan muammo yo'q. Faqat kir mashina olib ketilinadi, ya'ni berilmaydi. Nariyoqda hojatxonasi bor. Ijaraga oluvchilar bo'lsa, juda tinch, juda shinam joy. Bu yerda mana saroy ham bor. Nariyoq qo'shnini uyi, bu tomonda saroy. Ijaraga oluvchilar bo'lsa, telefon raqam qoldiramiz. Aloqaga chiqishlari mumkin va batafsil ma'lumot beriladi. Bugun juda qulay, tinch joy ekan.